eng главный insulin gormonini joyiga tushirib beradi. Insulin, mani saharim yo'q-ku, insulin nimaga? Hammada qizlar insulin gormoni ishlaydi. Bir xillada yuqori bo'lib ketadi. U nimadan dalolat beradi? Qatdan bilsanglar bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, qatdan bilsam bo'ladi deb. Qorin atrofida shish bo'ladi. Bir xil turuvdan keyin osilib semirib ketdim deydi. Yo'q, unaqa emas. Shish bo'ladi, ishtaha zo'r bo'ladi. Ishtahangizni boshqara olmaysiz. Keyin yuzda dog'lar, pigmentlar bo'ladi. O'shandan insulin gormoni oshib ketgan. Bas, bu insulin gormonini zo'r qilib tushirib beradi. Bir kunda bir mahal ichinadi. Hozir sizlar bilan birgalikda ichaman. Bismillah. Mazasi shunaqa zo'r, ishoninglar. Anor ta'mi keladi. Bir kunda bir mahal, faqat bir xil vaqtda ichish kerak.